Video montaj sohasiga kirmoqchi bo'lgan odam qaysi programmadan boshlasam ekan degan savol tug'ilishligi tabiiy holat, chunki video montaj programmalari ko'p, lekin asosiylarini aytib o'tib kerak. Baribir video montaj sohasiga kirmoqchi bo'lgan odam asosiylarini bilish kerak. Bunaqada boshladik. Assalomu alaykum. Bugun biz video montaj programmalarini asosan soqqa qilish imkoni bo'lgan programmalarda gaplashamiz. Bular birinchi o'rinda Adobe kompaniyasining Adobe Premiere Pro'si adashmasam va yonida hamohang bo'lib har doim sinxronniy aka-uka bo'lib keladigan After Effects programmasi adashmasam. Adobe Premiere dedimi, yonida har doim After Effects'ni tushunishingiz kerak. Ikkovsi ikkita programma, bittasi effektlarini, spes effektlarini ishlab bersa, ikkinchisi o'sha video audiolarni montaj qilib, effektni olib, aralashtirib, sho'rva qilib chiqarib beradigan nima. Ya'ni birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam After Effects bilan Adobe Premiere. Ikkovsi ham Adobe kompaniyasiga qarashli adashmasam, shunda montaj qilsangiz bo'ladi. Audio video montajlaringizni. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi video montaj programmamiz DaVinci. Hozir ko'pincha DaVinci rosa moda bo'lib ketdi bizda. Ilgari Premiere ham rosa moda bo'lgan, lekin bu degani Premiere o'zini klientlarini yo'qotyapti degan ma'nosida nimaga kelmaydi, chunki Adobe Premiere After Effects'lari bular juda katta bibliotekaga ega bo'lganligidan DaVinci'da unaqangi biblioteka aniq katta emas deb o'ylayman. Endi o'zim fikrimni aytyapman. Xo'p, hali siz Adobe kompaniyasining o'sha Premiere'ni yoki DaVinci'ni o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p, agar tishlangan olma bu Apple'da ishlatib yurgan bo'lsangiz, ya'ni Apple'da yoqtirsangiz, unda sizni biroz xafa qilaman, chunki Apple'ga hamma ham programma ishlayolmaydi. Apple'da o'zini programmalari bor, video montaj qiladigan Final Cut adashmasam, bir narsa edi. Adashmasam Final Cut edi. O'sha programmani o'rgansangiz bo'ladi agar siz Apple'da fanati bo'lsangiz. Keyin 4-chi programmamiz, uzr so'rayman, Vegas Pro. Vegas Pro shunaqangi professional programmaki, yuqorida aytib o'tgan programmalarim ichida ishlash bo'yicha eng qulayi, eng udobnisi va eng tezi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aka, mana shu katta gapirib yubordingizmi deyishingiz mumkin, lekin Vegasda boshlab olsangiz, qolgan programmalarda ishlashingiz qiyin bo'lib tuyuladi. Oldindan ogohlantirib qo'yapman. Agar Vegasda ishlagan bo'lib, keyin boshqa programmaga o'tadigan bo'lsangiz, biroz ya'ni jahlingiz chiqadi-da. Misol uchun Vegasdan o'tib Adobe Premiere'ga o'tsangiz, mana knopka aniqda ekan, mana unisi aniqda ekan deb so'kib qolasiz-da, chunki Vegasda qangi udobstvo tipada aytib o'tgan programmalar hech qaysi berolmaydi menimcha, yoki interfeysni vaqti o'zgartirish kerak. Menimcha DaVinci yaqinroq bo'lsa kerak deb o'ylayman Vegasga udobstvosi jihatidan, lekin bir marta ustanovka qildim, jicha ishladim, keyin o'chirib yubordim. Xo'p, oxirgi 5-programmaga kelaylik. Biling, buni qo'shaymi, qo'shmaymi? Bu ashi moshniy programma, biling, to'g'ri keladimi? Mayli, qo'shamiz. Bu programmaning oti Avid. Avid deganda Gollivud hidi keladi, chunki Gollivud'dagi filmlar asosan Avidda qilinadi. Avid slishki moshniy programma. Avid Media Composer'mi degan nimasida qilinadi va televideniyada ham boshqa narsalarda ham professionallar Avid ishlatadi. Bu degani tepadagi yuqorida aytib o'tgan programmalarimda professionallar ishlamaydi degan ma'noga kelmaydi. Lekin Avidga sapchimoqchi bo'lsangiz, katta o'yinga, katta partiyaga qo'shilgan bo'lasizda. Va shu slishki moshniy. Masalan, moshinaga o'tirgan paytingizda rul, pedal, skor, boshqa narsalar ko'rishligingiz mumkin. O'tirib, kalitni o'tatib ketdingiz. Avidga o'tirgan paytingizda pilotni kabinasiga kirgandek bo'lasiz. Atrofingizda 1000 ga yaqin knopka bor. Qaysinisini bossam to'g'ri bo'lsa-ki, samolyot yerga qulab tushmasin deysiz. Shuna narsasi ko'pda demoqchiman. Ya'ni Avid shunaqa deb tushunaman. Xo'p, men tanishtirib o'tib ketmoqchi bo'lgan programmalarim shulardan iborat edi. Vaqtsizniki, pulsizniki, umrsizniki. Ya'ni o'zingiz holatingizga qarang, qaysi programma sizga to'g'ri keladi, o'shani o'rganing. Lekin обычный agar video montajlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, to'ymo'y qilmasangiz-da, agar обычный narsalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, masalan, kinolarda romantika ayniqsa spesifik bo'lmagan kinolarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, vashi spesifik kerak yo'q-da. Agar kinoga e'tibor beradigan bo'lsangiz, fantastik filmlarda, Transformer, yana boshqa fantastik kinolarda bor. VFX ishlatiladi, Maya ishlatiladi, 3ds Max ishlatiladi, Houdini degan yana bir narsa bor, keyin Blender ishlatiladi. Bular endi vashi boshqa narsa.
Video montaj programmasi boshqa narsa. Effektlar qiladigan bo'lsangiz, o'sha aytib o'tganimdagi Maya shunga o'xshagan слишком mощный programmalar bor. Ular 3D bilan shug'ullanadi, 3D anaqalar bilan shug'ullanadi. Lekin biz bugun video montaj haqida gapirganligimiz uchun shularni sanab o'tib ketyapman xolos. Men o'zim Vegas Pro'da ishlayman va Vegas Pro'ga oid bo'lgan darsliklarim ham bor va xudo xolasa agar nasib qilsa yana chiqarishga harakat qilaman. Boley anaqa professional holatlarda qanday ishlash kerak, ularni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Video ham shetgacha edi. O'zingiz aytib o'tganimdek, vaqt sizniki, pul sizniki. O'zingiz xohlagan narsani tanlab qilishligingizni hech kim menimcha majburlamaydi. O'zingiz atrof muhitga qarab turib, o'zingiz xohlagan programmani tanlang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling, darslarni kuzatib boring.